Assalomu alaykum do'stlar. Aprel oyiga inshaalloh narxlar tushdimi deganlarga, Xudo xolasa narxlarimiz juda ham keskin darajada tushib bormoqda. Do'stlar, aprel oyiga 1-dan 30-gacha juda ham katta chegirmada narxlarimizni qo'yib bormoqdamiz. Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarga Xudo xolasa aprel oyida inshaalloh juda ham standart plus, standart va komfort paketlarimiz o'z tur paketlarini ichiga olyapti Xudo xolasa. Do'stlar, Xudo xolasa bizda standart plus paketimizda inshaalloh Toshkentdan Jiddaga, Namangandan Jiddaga, Farg'onadan Jiddaga premyer reyslarimiz albatta qo'yilgan. Xudo xolasa kim bormoqchi bo'lsa, inshaalloh 5 kishidan yuqori insonlarga juda ham katta chegirmalarimiz bor. Bu chegirmalarimiz ichida inshaalloh Toshkent, Jidda, Toshkent bo'ladi Xudo xolasa. Madina Munavvarada 200-300 metr oralig'ida gastitsamiz bo'ladi. Makka Mukarramada esa 1,5-2 kilometr oralig'ida gastitsamiz bo'ladi. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi. Makka Mukarramada esa 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Malakali 50 yoshlarimiz o'zlari umra ibodalarini amalga oshirib qo'yishadi inshaalloh. Bu yerda Madina Munavvarada Makka Mukarramadagi sayohatlarimiz 10 dan oshiq. Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud va albatta nima? Qur'on zavodiga inshaalloh birgalashib kirishni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Ravza Munavvarani 100% sababini qilib qo'yganmiz. U yerga kirish Alloh taoloning o'zining buyrug'i bilan bo'ladi. Do'stlar, Xudo xolasa endi narxiga keladigan bo'lsak, narxlarimiz Xudo xolasa yangi oyga qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar $1050. Bu Xudo xolasa u yerdagi sharoitlarimizga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Bizni eskitdan kuzatib olgan do'stlarimiz o'zi bizni yaxshi bilishadi. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha o'sha tur nimalarni amalga oshirib berishga harakat qilamiz. Xo'p, qarang, borganingizdan keyin u yerga nima qilasiz? Birinchi bo'lib u yerda Madina Munavvaraga tushiladi. Albatta Madina Munavvarada 2 kechayu 1 kunduz bo'linadi. O'shini 3 kun bo'ladi. 3 kun to'liq bo'linadi inshaalloh. Makka Mukarramada esa 11 kun bo'linadi. 11 kun to'liq o'sha yerda turiladi. Malakali 50 yoshi o'zi umra ibodalarini amalga oshirib qo'yadi Xudo xolasa. Bu yerdan biz beriladigan narsalar, albatta yoningizga 7 kilolik sumka beramiz, kamzalimizni beramiz Xudo xolasa va albatta nasib qilsa bejigini ham beramiz Xudo xolasa. Do'stlar, o'zimiz aeroportda kutib olamiz. O'zimiz aeroportda kutib olib, aeroportda kuzatib olish xizmatlari barchalari shu paketga ichiga kiradi inshaalloh. Do'stlar, yana bitta narsani eslatma qilib ketmoqchiman. 2023-yilda o'zimiz Alloh taolo o'zi nasib qilib haj safariga borib kelganmiz. U yerdagi mashaqqatlar, u yerdagi savoblar, u yerdagi ajrlar bu yo'q, hech qayerda yo'q bu narsa. Nimaga bunday demoqchiman? Farz amallardan biri haj safari. Haj safarida shunaqangi hajdagi sheriklar, shunaqangi insonlar bo'ladiki, ana o'zim hozirgacha haj safaridagi sheriklarim bor. Bu nima demoqchiman? Aytadi-ku, uy olyapsan, uy olmay qo'shni ol deydi-yu. Haj qilganda xuddi shundaydi. U yerdan gunohlardan pok bo'lib, u yerlardan toza bo'lib, oppoq do'stlaringiz bilan, birodarlaringiz bilan kelyapsiz-da. Bizda o'shanaqa hozir ham shunaqa kirpamiz bor. Har safarda birga bo'lgan qadrdonlarim, o'zimdan katta, otamdan ham katta insonlar bilan hozirgacha do'st bo'lib qolganmiz. Va xolasa sizlar ham har safariga borsalaring xursand bo'laman. O'sha yerlarda Xudo xolasa Alloh taolo o'zi nasib qilsa birgalashib bo'lishlikni so'rab qolaman Xudodan. Naya bu yil inshaalloh ota-onam, aka-ukam olib haj safariga borish juda ham maqsadim bor. Bizda ketishimizda inshaalloh ozgina qanaqadir gapirayotgan bo'lsam to'g'ri tushunasizlar, faqat nimasi bo'ladi? Borgan paytim o'zim esimga tushib ketdi. Bu yerdagi Arofatdagi turganlarimiz, Minodagi turganlarimiz, shahid Mahmud tosh otishlarini hammasini hozir ko'zim oldidan g'ir o'tib ketyapti. O'shuning uchun Xudo xolasa bu yil inshaalloh o'zi 1 oy, 1,5 oy qoldi safarga, bu safarga yetishimizga ham. Inshaalloh do'stlar, kimga umra paketlari kerak bo'ladigan bo'lsa, xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, inshaalloh o'zimiz call center bolalarimiz bor.
Mabodo man kerak bo'ladigan bo'lsa, Abdulvohid o'zlari kerak desalar, bolalar o'z nomerini berishadi. Do'stlar, Xudo xolasa duo qilib tursalaring, bundan ham katta hali ishlarimiz oldinda inshaalloh. U yerdagi sharoitlarni bundan ham yaxshilash, bundan ham go'zallashtirish, bundan ham hoji ona hojilarga duosini olish. U yerdagi 50 yoshlarimizni yanada puxtalashtirish, malakali 50 yoshlar. O'zi hozir paytda ham malakali 50 yoshlar inshaalloh. Nimaga sizdan pul olyapmizmi? Biz sizni shunday yashab qo'ymaymiz-da. Biz sizni ibodatingizga mas'ul inson bo'lib qolamiz. O'sha narsani biz to'liqroq qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa inshaalloh bundan keyingi videolarimizda ham to'liqroq Makka Mukarramadagi ham, Madina Munavvaradagi ham nimalarni olib chiqib berishga harakat qilamiz, sharoitlarni. Xudo xolasa bu bir ikki finalistlarimiz bor, ularni ham uchirsak inshaalloh aeroportdan ham ketayotgan insonlarni tabassumini, ketayotgan insonlarning reaksiyasini va hammasini nima qilamiz, to'liqroq qilib video qilib olib chiqishga harakat qilamiz do'stlar. Do'stlar, Xudo xolasa, meni ismim Abdulvohid. Har doim xizmatlaringizga tayyorman. Assalomu alaykum.